Menga qaranglar, endi qachongacha Mercedes, BMW qilib odamlar talashib yuradi. Gap yo'q. Mercedes modellari ko'p ekan, Mercedes assortiment ko'p ekan. Hali gap bor xalqimizda, bemaza qovunda urug'i ko'p bo'ladi deganda. Bu Mercedes ustidan kulish bas. Bu to'g'risini aytish. Nima unda hech qaysi rekordda Mercedes ko'rmaymiz? Gap yo'q, tan olaman, Mercedes eng luxury mashina. Rolls-Royce'dan keyin faqat. Hamma rekordlar BMW tarafidan o'rnatilgan. Tezlik bo'yicha ham, drift bo'yicha ham Guinness rekordda BMW turadi, tezlik bo'yicha ham Dragida BMW turadi. Nimaga aytdim Mercedes ko'ramiz? Eng qizig'ini aytaymi, Dragida eng tez Mercedes dunyo bo'yicha 1.83 sekund ekan 0 dan 100 gacha. Bu 0 dan 100 gacha eng tez Mercedesga eng tez 0 dan 100 gacha BMWni solishtirayman. Dunyo bo'yicha 0 dan 100 gacha 3-o'rinda turgan BMW eng tez 0 dan 100 gacha chiqadigan Mercedesdan 0.3 soniyaga tezroq. 3-o'rin bilan 1-o'rinni solishtiryapman. Solishtirgan eng zo'r ikkita avtomobil modelini aytaymi? Malibu 2 Premier bilan Kyonix Agera. Kommentariyada o'z izohlarini yozib ketinglar. Mercedes zo'rmi, BMW zo'rmi yoki Malibu 2 Premier zo'rmi, Kyonix Agera?